Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ushbu qo'limdagi Azamat Qorjovovning Eski uydagi haykal nomli qissasi meni o'ziga juda ham tortgan. Bu kitobni o'qib chiqqanimda detektiv qissa bo'lib, juda ham ko'p narsani o'rganganman. Ya'ni buni ichida jumboqli hikoyalar, ya'ni o'sha hayotida bo'lib o'tgan Muxtor aka, ya'ni Nazar akaning bolalik chog'ida o'sha mavhumligicha qolgan jinoyat, qo'shxotinlik barchasi yoritib berilgan. Kunlarning birida g'aroyib voqea yuz bergan. Kishilar hayotidan hikoya qiluvchi qo'lingizdagi kitobdan Azamat Qorjovov qalamiga mansub 2 asar joy olgan. Detektiv janridagi Eski uydagi haykal va Yakshanbaga o'tar kechasi qissalari siz aziz kitobxonlarda katta qiziqish uyg'otadi degan umiddamiz. Talabalik chog'ida g'ayritabiiy qassoblik voqeasi yoxud xotini bilan ajrashgan erkakning kutilmaganda birinchi oilasining siridan voqif bo'lishi taqdir yo'llaridagi jumboqli sarguzashtlardan boshlab beradi. Ushbu kitobni barchaga tavsiya qilaman, o'qib ko'rishni. Juda ham qiziqarli qissa.